Assalomu alaykum akalar, tushunibsizlar jonlar, son charchaman sizlarni damladi oldinglarmi? Akalar, kecha kuni video qo'yuvdim, bir şeylardan bezor bo'lganlar bormi deb qopqon yasab misha o'xshagani qo'yuvdik. Akalar, bugungi rezultatini ko'ramiz. Qanaqa bo'ldiki? Kecha kuni bir ikkita akalarimiz qiluvdi, nima deydi? Juda qiyin, ushalmaydi, chiqib ketib qoladi deb. Akalar, bitta baho berasizlar. Hozir tekshirib ko'ramiz. Qopqonimiz ishlagan, addushi ishlagan. Azdaho jansini ushladik. Buni endi anaqaga olib borib tashlaymiz. Jala quduqlarga. Akalar, mana lapsha mana. Bu lapshani bitta odam ham tortib, bittali emas, bu ikkitali, nari tomonida ham bor. Buni bo'shatib chiqib ketishmi? Bunaqa 4ta 5ta mishiqa ham bo'lmasa kerak. To'ra bitta olib bitarsa ham chiqmaydi bu. Endi yoshlar qiziqardi, qushlarga, masalan, qopqon qilardi, ammo atkaz qilmadi. Xudoga shu mana bunisi ham Xudo nasib qilgan ekan, atkaz qilmadi. Shu tariqa bitta ushlab yo'qotmasa akalar, qushlarimizni qironini keltirib yubordi. Afsalalarni sovutib yuboradi. Ishlarimizni yengillab, o'zimiz vaqtimiz bo'lib, tarsa bitta qopqon yasadikda ovni boshladik akalar. Endi Xudo xolasa, bemalol ushlab qilib olganimizdan keyin, mishalar yig'ishtirib olganimizdan keyin addushi davom etkazamiz. Akalar, mana bu Pokistonlar sotiladi. Bunisini bilmaymiz, ammo qattiq narsa deb olingan, pul olganmiz buni ham. Bunisi ham shu, o'ta qattiq narsa deb olingan. Sotiladi qiziquvchilarga. Pochtamiz bor. Qayerga bo'lishidan qat'iy nazar, qizig'i yo'q. Aloqaga chiqa olasizlar. Juplaganni tashabbus oldim. Bunisi moda, bunisi nar. Oyog'ida kalsolari bilan turibdi bu. Bilasizlar, metgani ajib-ajib kaptarlarga qo'yilmaydi. Bularni o'zimizga. Kecha Nodir aka degan akamiz bor, qo'shnim. Qattalarni baqadi, kaptarni. Mana uni oqdi. Sizga padarka qildi. Mana bunoni ham. Ikkovi. Bunovi eng kami 1,5 soat uchib tushdi. Kaptarlarim qo'shilib dedi. Mana bunisi o'zining kaptariga qaytib ketdi. Sizni bahoring deb berdi. Men o'zim baqadigan bo'lsam, baribir. Bunga sherik yo'q ekan deb. Xo'p, mana ikkovi xohlasa bizga o'tdi qo'shnidan. Mana buni bitta yakatimiz ketdi. Bu ham bo'yab bir narsalar qilib yuborgan ekan. Dumadan boshidan qilib. Hop. Shu uch kaptarimiz hozirda Amzonskiy bo'lib turibdi. O'zimizda baqiladiganlar. Qolganlari sotiladi akalar. Qiziquvchilarga arzon berib yuboramiz. Bosib orasida. Ozgina Xudo xolasa 3-4 kunda yig'ishtirib olsa kerak, agar mana shunaqa rezultat berib tursa qopqonimiz, Xudo xolasa. Kelganiga ishadi. Qopqonga g'arsilatib achchiq yo'qotamiz akalar. Alloh ulab qoldi. O'zim uydaligimgami bilmayman. Ana qo'yib oldim, nima deydi? Zerikib oldim. Shular tashqariga chiqmaganiga. Hop, qo'yib yuborishlar ozgina bo'lsa ham video qilib qo'yamiz akalar. Biz ham unaqa o'ldirib, yo'q qo'yib, ana qilib olmaymiz, to'g'risini. Bu ham Xudoning yaratgan mavjudoti. Bular tabiatda bor. Ushab, yeb, shu yetishdi. Bular yo'qsa ham bo'lmaydi. Kalamiz chichqon bosib ketadi hamma yo'li. Endi buni ichi uzoqqa qo'yamiz, jo'natamiz. Uzoqda rizqini topib yeb, ashali ko'payib ketaveradi. Endi bu yerda ozgina ziyon yetkazyapti shuni hisobiga.
iloji yo'q yo'qotmasak bo'lmaydi. Men o'zimni ishdan yaxshi ko'raman. Endi mana kaptar baqqanim uchun to'g'risi. Ishlatacağım mı onu endi? Açmaydi ekan. Kaptar baqqanim uchun hara qilib yuboryapman, nima deydi? Ovqat yuboryapman. Ziyoni tegyapti-da. Endi unaqa o'ldirib yuborishga bormaymiz biz. Demak, hamma narsamiz olganligi bor. Akalar kuzatib boringlar, hozir ham video qilib qo'yamiz. Birinchi navbatda esdalik uchun, ikkinchi navbatda interes uchun, qiziqish uchun qo'yib boramiz. Bilasizlar akalar, bizning maqsadimiz faqatgina odamlarga foydasi bo'lgan yoki qiziqish uchun haligi nima deydi? Qo'yiladigan video roliklar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglar aytadilar. Davom bor videoda. Ha. Akalar tomosha qilib turinglar. Qochib ketdi. Ketib qolibdi. Yomon bo'lmabdi? Ha? Yomon bo'lmabdimi? Yomon bo'pti. So'roling, o latta bosib turavering, qo'yib boramiz. Şuna qochib